Yaqinda bir savol qabul qilib oldim, bir qiziqarli savol. Qanday qilib ayolligimni oshirsam bo'ladi? Shu kunlarda erkaklashib ketyapman, o'zimni to'xtata olmayapman degan ajoyib bir savol bilan murojaat qildi. Ayol kishini erkaklashtiradigan holatlar mavjud albatta. Qachon ayol erkaklashib qoladi? Ayollarimizni orasida mana shu savol ko'p tarqalgan, ya'ni ishlasa, pul topishni boshlasa, men erkaklashib ketyapman deb o'ylaydi. Buni orasida albatta farq bor. Ayol ishlagani uchun, moliyaviy erkin bo'lgani uchun va turmush o'rtog'i bilan tengma-teng yoki undan ko'proq topayotgani uchun erkaklashib qolmaydi. Chunki uning savoli mana shu joyga yaqin edi. Faqat tushunish kerak, ayol kishi bajarayotgan vazifasida qanchalik sevgida bajaryapti, qanchalik ayolligini ochyapti mana shu ishda, mana shu kasbida. Agar u faoliyat yuritayotgan kasbi, u boshlagan ishi uni ilhomlantirib, unga energiya berish o'rniga uni zoriqtirayotgan bo'lsa, uni qiynayotgan bo'lsa, ayolga 2 baravar mas'uliyat keltirayotgan bo'lsa, tinchligini o'g'irlayotgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri, ana o'shanda u ayollik emas, erkaklik energiyasini o'zida faollashtirgan bo'ladi. Har qanday ayol tanlagan kasbi unga yoqimli bo'lishi mumkin, uni yanada ochishi mumkin. Bunda ayol hech qachon erkaklashmaydi. Qaytangi oilasiga yanada energiya olib keladi. Erkak kishiga ilhom bo'la oladi. Ya'ni turmush o'rtog'iga ilhom bo'la oladi. Farzandlariga ilhom bera oladi, energiya bera oladi. Hech qachon ayol pul topganda, o'z kasbida rivojlanib ketayotganda u erkaklashmaydi. Ayol kishining moliyaviy erkin bo'lishi uni yanada o'ziga nisbatan bahosini oshiradi. Faqatgina mana shu taraflariga e'tibor berish kerak. Tanlangan kasbi qanchalik uni o'stiryapti, qanchalik energiya beryapti va qanchalik uni pastga tortib ketyapti yoki yuqoriga tortib ketyapti. Mana shu tomoniga e'tibor berish kerak aziz ayollar.